Quvvatlik ham singishlik bo'lgan cho'ng kichik hammalar yoqtirib ichadigan pintang qilishni o'rganib oling. Etli suli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz, ta'mi gap ketmaydi. Ajoyib issiq bosadi. Buni qanday qaddimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolasiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha kal go'sht bulamdi yoki qo'y go'sht bulamdi muvofiq miqdorda to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi sabza, yangi ko'k loboni videoda ko'rsatgan cho'nliqda to'g'rab olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Mushunga o'xshash oila taomlaridan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran stüdyo nomeri shu. Go'shtni ravurs qorib olgandan keyin azroq kavuchini un silib qoraymiz. Undan keyin so'ng piyoz, zanjivil solamiz. Undan keyin pandir silib, pandir ezilib suvi chiqish qoraymiz. Undan keyin qizil seriq sabza, loboni silib, salcha qaraq suv qo'yib qaynatamiz. Undan keyin cho'ng ustamning tangjoz tetitqusidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bilan shundaq pintan atgan vaqtimizda, sho'rpiliq banshir qilgan vaqtimizda ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab yiqqanlar. Ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Qazan qaynagandan keyin ko'pikchilarni pak suzib elib etib, 20 minut qaynatib go'shtning sho'rpasini ravurs chiqarib olamiz. Undan keyin yongyon silib 7 minut dumlaymiz. Diqqat qildigan ishlar, yongyonni bek uzun qaynatib etmaymiz. Yongyon pishgandan keyin oldin chillab tayyorlab olgan xunshop pintozini solamiz. Undan keyin ko'k qizil laza samsaqlarni solamiz. Undan keyin lampong azroq ko'ksaylardan silvasak ajoyib yeyishlik bek o'xshaydi. Diqqat qildigan ishlar, lampong ko'ksaylarni sağa vaqtimizda bek uzun qaynatmaymiz. Bir qaynagandan keyin lam ikkilashtirib tuz ta'min etib chiroyli chinimizga usuv asaqli bo'ldi. Amsa do'stlar, ko'rib qichib ketganlarni chidamasdaymizgu. Inkas rayniga haqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Pintang bo'lsa, mushtarak bo'lsa bular ajoyib o'xshab ketibdiki, uydagilar yeni bam deb turib ichib ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz sizmi etib sinab yiqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.